Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayid, korrektor Abduvali Sayid, bat va muqobil loyihaliguvchi A. Aqxon. Insoniyat dinga muhtoj. İnsanның dinga bo'lgan ehtiyoji mohiyatda ikkilamchi yoki qo'shimcha ehtiyoj bo'lmasdan, balki tug'ma xarakterga ega va asosiy o'rinda turadigan birlamchi zarur ehtiyojlar jumlasidandir. Chunki u inson hayotining ma'naviy javhariga, uning mavjudligining siri va uningdagi eng chunqur ibrat va hikmatlarning bayqilishiga chetiladi. Bu xil ehtiyojni tuvandagidek mundaq bir qancha turlik omilning natijasi deb aytish mumkin. Birinchi, aql mavjudlikdagi buyuk haqiqatlarni bilishga muhtoj. Aql Alloh taolaning insonlarga ato qilgan eng buyuk ne'matlardandir. İnson uning bilan koinotdagi barliq shaylardan hurmat va izzat ikromda ustun bo'lib hisoblanadi. U orqali shaylarni taniydi, analiz va tafakkur qiladi. Natija hosil qilish u orqali amalga oshadi. Shuning uchun aql insonni har vaqt o'zi va atrofidagi haqiqatlar haqida izlanishga, shaylarning tagi-taktini qizishga rag'batlantirib turdi. Aql insondagi idrokiy quvvatdan iborat muhim salohiyat egasi bo'lish sifati bilan hamisha o'z quvvatini kuchaytirish va uni to'yindirishni asosiy vazifa qilgan. Shu vajidan u bilishni amalga oshirish orqali o'z bilim ma'rifatini beyitishga eng yuqori darajada muhtoj. Navoda u bu ehtiyojini qondirmaydi ekan, hurmat va izzatga loyiq sharaflik maqomidan naloyiq darajaga tushib ketishi va shuning bilan tang uning egasi bo'lgan insonning insonlikdan iborat hurmatlanishga tegishli salohiyatini yo'qotishi, buning natijasida insonlik martabasidan tushib, o'ziga nomunosib martabaga mahkum bo'lishi muqarrar. Yig'ib aytganda, insonda aql ehtiyojining qondirilmasligi uning o'zi bilan aqlsiz mavjudotlar orasidagi farqning yo'qolishini keltirib chiqaradi. Undaqda bu yerda ko'zda tutilayotgan aqlning konkret ehtiyoji zoti nima? Bunun cevabı shuki, aqlning ehtiyojini qondirib, uning quvvatini kuchlantiradigan asosiy kuch bilim ma'rifatdir. Bilim ma'rifat dal aqlning ozuqi va ehtiyojidir. Dal mushu ehtiyoj bo'lg'achqa, u o'zi haqida atrofidagi jonliq va jonsiz shaylar hamda koinotdagi jami hodisalarning siri va ularning orqa ko'rinishi, manbasi, g'oyasi haqida izlanishdan to'xtab qolmagan. İnsan o'zining bu xil ta'xirsiz ehtiyojining taqozosi bo'yicha haqiqat haqida, mavjudlikning siri, manbasi va g'oyasi haqida hamda o'zining bu koinotdagi roli va insonlik vazifasi haqida izlanishi muqarrar. Navoda u o'z-o'ziga qayerdan keldim, qayerga boraman va nima uchun degan savollarni qo'ymaganida, shundaqla bu savollarning javobi haqida izlanish orqali haqiqiy bilim ma'rifatni qo'lga keltirmaganida, cho'qimki bu uning insonlik maqomini, sharaf martabasini tavratmay qolmaydi. Shu sabab inson qadimdan tartib yuqorqidagi savollarga tinmay javob izlab keldi. İnsanlar, men qandoq paydo bo'ldim? Men o'zicha paydo bo'lib qoldimmi yoki barliqqa keltirildimmi? Agar barliqqa keltirilsam, undaqda kim meni barliqqa keltirdi? Meni barliqqa keltiruvchi bilan bo'lgan munosabatim qandoq? Men barliqqa keltirilgan bo'lsam, undaqda men yashayotgan bu koinotchi. Osmon, zamin, yulduz, ay, quyosh sistemasi, o'simliklar, hayvonotlar hamda barliq jonliq va jonsiz shaylarchi. Bularmi o'z-o'zidan paydo bo'lganmi yoki bularning hammasini idora qilib turg'uvchi, intizomga solg'uvchi bir kuch, bir yaratquchi, bir qudrat egasi bormi degan savollarni qo'yib keldi. İnsan yuqorqidagi hayotlikqa chetishliq savollarni o'ttirg'a qo'ygan sari uning bilishga, ma'rifatga bo'lgan ehtiyoji yanada ilgirlagan holda inkor qilg'usiz haqiqat bo'lgan o'limdan iborat mamatlikning siri va uning haqiqati haqida izlanishi zarur bo'ldi. Buning bilan u o'lim shaksiz haqiqat bo'lgan ekan, undaqda hayotlik mushu o'lim bilan tugamdi yoki dunyo hayotligidan boshqa ikkinchi bir hayotlik mavjudmi? Agar o'lgandan keyin qayt hayotlik bor deyilsa, undaqda u hayotlik qayerda? Agar ikkinchi bir hayotlik mavjud bo'lmasa, ajaba insonning bu qisqagina hayoti o'lim sababli qilgan, atkan bo'lib, hamma ish oxirlashamdi. Agar undaq bo'lganida havoyi havas orqasiga kirib, dunyoda yomon ishlarni qilganlar, zulm qilgan, o'ldirgan, urgan, chapqan, bo'lgan, nahaq qon to'kkanlarning hammasi o'lim bilan tugamdi yoki o'lim orqasida yomon ish qilganlarni jazolab, yaxshi ish qilganlarni mukofotlaydigan ishlarmi bo'lamdi? Qatorliq savollarni o'ttirg'a tashlashga boshladi. İnsan yuqorqilar haqida o'ylangan va javobiga tashna bo'lgan sari o'zi haqida yana bir qator savollarning javobini bilish istikida bo'ldi va o'zi haqida
inson nima uchun mavjud? Nima uchun uningga aql va erkin iroda berildi? Nima uchun uningga hayvon va boshqa jonliqlardan farqli imtiyozlar berildi? Nima uchun koinotdagi nurg'un narsalar uning manfaati uchun xizmat qiladi? Acaba uning mavjud bo'lishida biror g'oya bormi qandaq? Acaba u bu hayotda hayvonlar kabi faqat yeb ichish uchunla bormi yoki uningga biror vazifa yuklanganmi? Agar uning mavjud bo'lishida bir g'oya bor deyilsa, undaqda u g'oya nimadan iborat? Buning javobini qayerdan va qandoq topqili bo'ladi degan savollarni qo'ydi. Halbuki inson aqlini hayronlikda va ussizlikda qo'ydigan bu savollarning xos aqlning tafakkuriga qarashli qilib qo'yilishi insonni haqiqatan qiynab kelgan edi. Shuning bilan bu xil qiynalish yuqorqi savollarning javobining jalbkorligini texmi oshiribdi. İnsan dal mushu xil ehtiyojlar tufayli o'zining naqadar ojiz va o'zgaga muhtoj bir mavjudlik ekanligini his qilib yetgan bir paytda savollarning jimi javobini dindan iborat bu buyuk nijotkordan topgan edi. Darhaqiqat din insonning yuqorqi savollarga shifoliq javob bera oladigan yagona manba bo'lib, uning insonga bildirgan tunji ma'rifatimi insonning yo'qlikdan borliqqa kelishining hargizmi tasadduqiylik va behudalik emasligi edi. Din yana insonga insondan iborat bu mavjudlikning koinotdagi mavjudotlar orasidagi eng ulug' maxluq ekanligi haqida ta'lim berdi. U insonga uning yaralmish maxluq ekanligi, uning o'zgaga muhtoj bo'lishidagi sababning undaq oddiy emasligi, aslida uning o'zini yo'qdan bar qilgan bir yaratquchisi, bir xudosi borligini, bu xudoning uni yaratgandami eng chiroyli shaklda qomatini tek va go'zal qilib yaratganligi, aqlni bo'lsa uningga tafakkur qilsin, izdansin, Rabbini tonisin va shuningga loyiq amal qilsin deb ato qilganligi haqida ta'lim berdi. Allah sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va dillarni yaratdi. Sizlar nihoyat az shukr qilasizlar. Mu'minun surasi 78-oyat. Din yana insonga buyuk olam bo'lgan koinotning asla behuda yaratilmaganligi, har narsaning muayyan intizom, o'lcham va qonuniyat bilan barpo qilinganligi, har shayning bir hisobi, bir natijasi bo'lganligi, buning mohiyatda Allohning insonga qilgan rahmati va in'omi bo'lib, bu ne'matning xayrliklaridan inson o'z ixtiyoricha bahrlansa, barakatlaridan xohlagancha foydalansa bo'lganligi, shundaqla yaratquchining o'sha bu koinotdagi qudrati, barligi va birligiga pokit bo'ladigan dalillar, alomatlar ustida izdanishi va tafakkur qilishi hamda bu orqali o'z Rabbiga qandoq itoat ko'rsatishi munosibligi haqida ta'lim berdi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah hamma narsaga qodirdir. Shubhasizki, osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ali Imron surasi 190-oyat. Demak, inson o'zi va o'zi yashayotgan dunyo haqidagi buyuk haqiqatlarni bilishga, ya'ni ma'rifatga muhtoj. Shundoq ekan, bu ehtiyoj tabiiyla insonning diniga muhtoj bo'lishini keltirib chiqargan. Mana bu insonning diniga muhtoj bo'lishidagi birinchi omildir. Ikkinchi, sog'lom fitrat diniga muhtoj. İnsan aqlning ehtiyoji asosida dinga muhtoj bo'lganidek, u insonning tabiatida yana dindor bo'lishmi bor. Shunga sog'lom tabiatga ega har qanday bir inson har qachon sig'inadigan va umidlanadigan bir qudratga, bir kuchga muhtoj ekanligini his qilib yashaydi. Chunki inson faqat aql bilan inson emas. U yana qalbga, ruhga, vijdonga, tuyg'uga ega. Uning vujudi yuqoriqilarning hammasi birlashgan vujud bo'lganligi uchun andin insonlik salohiyatga ega bo'lgan. Fitrat insondagi o'zining yaralmish ekanligini, musibatga yo'liqqanda, ig'irchiliklarga duch kelganida va qiyin ahvolda qolganida o'ziga yordam berguvchi Allohga muhtoj ekanligini his qildiradigan tug'ma sap ongni va suzuk insoniy tabiatni ko'rsatadi. Inson yarilishida bu xil tug'ma va tabiiy tuyg'u uning ruhining chunqur qadida yer olgandir. Fitrat Alloh taolaning insonga o'zini tonishi va haq dinni qabul qilish uchun ato qilgan tug'ma va tabiiy xususiyatdir. U har bir insonda xuddi uning tinidagi geniga o'xshash mavjud bo'lib turadi va uning haqiqatga moyil bo'lishiga turtki bo'ladi. Fitrat yana insonning haq dinni qabul qilish uchun uning ruhiy ekinzorligiga tikilgan ilohiy urug'dir. Uning bixlanib ko'klashi, yashnashi yoki bix holatida qilib qurib tugishi insonning uni qanchalik parvish qilishiga, yashnatishiga bog'liq. Uni qandoq parvish qilish albatta insonning yashagan muhiti, olgan ta'lim tarbiyasi va ta'siriga uchragan kishilari bevosita munosabatlik bo'ladi. Inson mayli qandoq qismatga yo'liqmasin, fitrat uningga insonga xato yo'llar orasidan to'g'ri yo'lni farq etkizish va uni hidoyat yo'liga selish uchun uningdan ayrilmaydi.
insonning fitrat bilan yaratilganligi va inson tabiatining o'sha bu fitrat bilan sug'urilganligi to'g'risida Qur'on Karim bundoq deydi. Batil dinlardan yuz o'rib, islom diniga yuzlangan. Allohning diniga yaratilmish saf fitratga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ridindir, lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Rum surasi 30-oyat. Bu xil fitrat gerçi insonning sog'lom dunyoga apredi bo'lishi bilan suzuklikka va safliqqa bo'lganmagan holatida insonni to'g'ri yo'lga solishga haydakchi rol o'ynaydigan bo'lsa-mu, ammo u kishilarning har xil bema'ni ideyalari yoki muhitning turli salbiy ta'sirlari tufayli bulg'unishga uchraganlik uchun o'z rolini avvalgi suzuk holatidagidek to'liq joriy qildira olmay qoladi. Payg'ambar alayhisalomning mono so'zi yuqoriqilarga ishoratdir. Har qanday bir buvoq fitrati bilan dunyoga keladi. Ata-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki Majusi qilib cho'ng qiladi. Buxoriy 1358, Muslim 2658-hadis. Qur'on Karimdagi mono oyat dal fitratning xarakterini nihoyat ro'shan tarzda bayon qilib bergan bo'lib, dinning inson tabiatida asldan bor ekanligiga va insonning uningga muhtoj ekanligiga bu oyatdanmi ro'shanroq dalil bo'lmasi kerak. Alloh taolo mundaq deydi: Allah sizlarni quruqliqda, dengizda safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kema kishilarni ilib mayin shamolda mengayotgan va bu shamoldan ular xushallanayotgan chaqda birdilla bo'ron chiqib, ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar qo'rshib olinganligiga, ya'ni halok bo'lganligiga jazm qiladi-da, cho'qinayotgan butlarni tashlab qo'yib, "Ey Xudo, agar sen bizni buningdan, ya'ni balodan qutuldirsang, biz cho'qim shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz" deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. Yunus surasi 22-oyat. İnsan fitratidagi bu xil quvvat ana shundaq insonning eng og'ir ahvolda qolgan kunlardami uning sig'inadigan joyini, umid chirg'ining qaysi tarafda ekanligini his qildirish xususiyatiga ega. U insonga uning nima sababli to'g'ri yo'ldan qayib ketganligini va to'g'ri yo'lda yurish uchun qanday qilishi va kimga iltijo qilishi kerakligini his qildirdi. İnsan turmushining har xil hodislari va o'zi duch kelayotgan turli masalalar, mas'uliyatlar, rohat-farog'at yoki jafo mushaqqatlar oldida fitratining chaqiriqi va uning ko'rsatmalarini unisimi, ammo u yuqorqidek to'salg'ulardan ayrilgan, faqat o'zi bilan o'zi yolg'iz qolgan vaqtlarida fitratining yangroq sadosi uni g'aflatdan uyg'ota oladi. İnson qachonki g'aflatdan uyg'ongudek bo'lsa, ixtiyorsiz holda fitratning talabini o'rindamay, talabini bajar keltirmay qo'ymaydi. Fitratdan iborat bu saf tabiat yuqorqidek xususiyatlarga ega bo'lish bilan birga, u yana inson engidan mangu ayrilmaydi. U insonga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qolmay, insonni go'zallik va yaxshilikqa undab, qabihlik va yomonlikdan yergandiradi. Insonda fitratdan iborat saf tabiat bo'lganlik uchun u hamisha mukammallik izlaydi. Hamisha o'zi talab qilgan, izdigan va umid qilgan narsasining qo'lga kelishining nuqson va qusurdan xoli holda qo'lga kelishini orzu qiladi, albatta. İnsan o'z tabiatining turtkisida go'zallikka, farog'atga, baxt saodatga intilgan ekan, bu xil intilish uning mukammallik qo'g'ilishidagi asosiy kuchga aylanib, o'zini va o'zi yashayotgan dunyoni bilish qizg'inligi yanama oshadi. Buning natijasida u o'zining o'zligidan bar bo'lib qolgan mavjudlik emasligini, balki boshqa bir kuchning ta'siri bilan mavjud ekanligini va buning ojizlikdan boshqa narsa emasligini his qiladi-da, tabiatidan kelgan bu muhtojlikni qondirishni armon qiladi va nihoyat qudratli bir kuchga sig'inishni istaydi. O'z tabiatining bu xil ehtiyojini qondirmagan, vujudida yer olgan bu xil bo'shliqni to'ldirmagan kishining ruhiyati qurg'oqlik va parokandachilikdan xoli bo'la olmaydi. U taki yaratquchisiga aqida bog'lagan qadar shundoq o'tadi. Allohga aqida bog'laganda uning chanqoq ruhi ussizlikqa qanadi va ruhiy amirlikning, xotirjamlikning ta'mini tetishga boshlaydi. Inson mana bu sababdan dinga muhtojdir. Imom Yusuf Qaradaviy mundoq deydi: İnson tabiati, ya'ni fitrati nuqtasidan ilib aytganda, insonni ilm-fan, madaniyatla qanoatlantirolmaydi. Uning ruhiy chanqoqligini adabiyot, san'atla qondirolmaydi. Uning ruhiy bo'shliqini zibu-zinnat yoki aysh-ishratla to'ldirolmaydi. Inson toki Allohga bo'lgan aqidani topmaguncha qalbi bearam, ruhi chanqoq, tabiati tashna va ma'naviyati quruq holatda yashaydi. Inson Allohga bo'lgan aqidani topgandan keyin ondan xotirjam bo'ladi. Qalbi amin topadi va o'z ruhiyatini topganligini tunib yetadi. Faylasuf August o'zining Dinlar falsafasi degan kitobida mundoq degan: "Men har qatim bu savolni so'rash uchun lavlarimni harakatga keltirishim bilan savolning javobi men savolni so'rashga ulgurmayla menga
Men bir dinga e'tiqod qilguvchiman, da'vatqanligini his qilaman. Men buningdan boshqa javobni berishga qodir emasman. Chunki dindarlik insonning o'zligidagi zarur ma'naviy ehtiyojdir. Ba'zilar menga bundoq bo'lishi irsiyat yoki diniy ta'lim tarbiya yoki xuluq mijozning ta'siridan bo'ladi deyishdi. Men ularga shundoq deymanki, bu xil gaplar bilan o'z-o'zimga talay qatim e'tiroz bildirmoqchi bo'ldim. Ammo bu masalani hal qilmoqda yo'q, aksicha masalaning hal qilish yo'lini texmi orqaga chekindirayotgandek tuyg'uga keltirib qo'ydi. Imom Qardaviy yana bundoq deydi: Din insonning asl tabiatida bor qilib yaratilganlik uchun Qur'on Karim dinni insonning saf fitratining, ya'ni tabiatining o'z ayni deb muayyanlashtirgan. Alloh taolo bundoq deydi: Batil dinlardan yuz o'rib islom diniga yuzlangan. Allohning diniga yaratilmish saf fitratga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir, lekin insonlarning to'g'risi bilmaydi. Rum surasi 30-oyat. 3. Jamiyat dinga muhtoj. İnsan o'zining aqli, ruhi va tabiati bilan dinga muhtoj bo'lganidek, insonlar to'pidan tarkib topgan bir jamiyat uchunmi ularning e'tiqodi va axloqiy jihatdagi ish-harakatlarini tartibga solishga turtki bo'ladigan jamiyatning muqimligini va kishilarning aniq ittifoq hayot kechirishini tabiiy kafolatga ega qiladigan, shundaqla birovlarning kuzatchiliksizmi kishini o'zligidan xayrli ishlarga undaydigan hamda yuklangan majburiyatlarni o'zliksiz ado qilib turishga rag'batlantiradigan axloqiy prinsiplarga va ruhiy turtkilarga ehtiyoji bor. Gerçi yuqorqilar uchun turli qoida nizomlar insonlarning o'zlari tarafidan tuzilib va tatbiqlanib kelayotgan bo'lsa-mu, ammo bu tuzum va nizomlar insonni o'zini o'zi qo'zg'ashga, o'zini o'zi haydashga yaramaydi. Chunki bu xil tuzumlar kishilarni o'zligidan xalab va suyib turib bajo keltirishga yetarli omil bo'la olgani yo'q. Shundoq bo'lgan ekan, albatta kishilarga sirtqi jihatdan haydachchi bo'ladigan emas, balki ularning ichki dunyosida turib, ularni amal qilishga, mas'uliyatni suyib bajo keltirishga turtki bo'ladigan axloqiy qimmatlar, ichki o'ndaklar bo'lishi lozim. Buning uchun ularga shundoq bir kuch haydachchi bo'lish kerakki, u kuch rolini qancha joriy qildirsa, uning turtkisida vujudga chiqqan har bir ish-harakat isloh bo'ladi. Bu kuch zayi qilingudek, buzilgudek bo'lsa, uning turtkisida vujudga kelgan har bir ish-harakatmi xayrlik bo'lmaydi. Bu kuch dal insonning qalbining cho'nqur qatlariga qadar, vujudining har bir juz'iylariga qadar singib borg'uvchi diniy aqidadan, iymon e'tiqoddan iborat. O'zaro hamkorlik jamiyatning bexatarligi va gullanishning asosidir. O'zaro hamkorlik ishqa oshmagan jamiyatda shaxsiyatchilik, ojizlik, xorlik qad ko'taradi. Din bo'lsa, bu jihatdan jamiyatni himoya qilguvchi qalqondir. Chunki a'zolari bir-biriga yar yo'lak bo'ladigan, bir-birini qo'llaydigan jamiyatlar ro'naq topadi va gullanadi. Halbuki bu xil hamkorlik oldi bilan ularning orasidagi hamkorlikni va har turli munosabatlarni tanglab, intizomchanlikni va o'zaro haq-huquqlardagi barobarlikni ishga oshiradigan, ularning har birining o'ziga yarasha majburiyatlarini va mas'uliyatlarini belgilab, har bir jamiyat a'zolarining haq-huquqi va talablariga kafolatlik qiladigan bir mukammal tuzum barpo bo'lganda ondan ishga oshadi. Albatta, bu xil mukammal tuzummi insonni bo'yintovoqlikning oqibatidan qo'rqitib, belgilangan intizomni muhofazat qilishga va rioya qilishga rag'batlantiradigan, ko'ngillarda o'z hayotini saqlab, kishilarni cheklangan ishlarni sodir qilib qo'yishdan to'sadigan saltanatli bir kuchning yordamidan ayrilolmaydi. Undaqda bu kuch zodi qanday kuch? Bu savolga professor doktor Muhammad Abdullah Daraz javob berib bundoq deydi: Bir jamiyatning gullanishi uchun cho'qim shu jamiyat a'zolari orasida o'zaro hamkorlik shakllanmaki zarur. O'zaro hamkorlik ishi bo'lsa, har qaysi munosabatlarni tuzumlashtiruvchi va jamiyat a'zolarining haq-huquqi va mas'uliyatini belgilab beruvchi qonun nizom orqali ishga oshadi. Buning uchun cho'qim mazkur qonunning hay'atini jamiyat a'zolari qalbida namoyon qilib turadigan, qonunning izzat hurmatini dafsanda bo'lishdan saqlab qolalaydigan kuzatuvchi va rahbarlik qilguvchi bir hukmrondan behojat bo'lg'ili bo'lmaydi. Albatta, buni atayin eskartib yurishimizning hojati bo'lmasi kerak. Chunki buning hammasi allaqachon ko'pchilik tarafidan e'tirof qilinib bo'lgan prinsiplar bo'lib, bu haqda yana to'xtalaverish ortiqcha. Amaliyotda mazkur masalaning markaziy ideyasi ashu kuzatuvchi va rahbarlik qilguvchi hukmronning zodi nimaligini aniqlash haqidadir. Tadqiqotimizning bu vaqtdagi bo'lgida biz shuni isbotlamoqchimizki, yer yuzida qonunning izzat hurmatini kafolatga ega qilib, jamiyatning birligi va amalligini qo'g'dash hamda osoyishlik va xotirjamlik barpo qilish jihatda dinning kuchiga tang to'ralaydigan yoki tanglasha oladigan hech bir kuch yo'qdir.
Buningdagi sabab inson koinotdagi barliq jonliq va mavjudotlar orasida quliqi yoki ko'zini tengib olmasdan, shundaqla put qo'lini kishallab olmasdan, uning qon tomirlarida oqmay turibmi, uning ixtiyoriy yurish turish va ish harakatlarga qo'mondonlik qilib turadigan bir yetakchisi bo'lishidek alohidalik bilan farqlanib turdi. Mana bu insonning insoniyligi va ruhoniyligining asli mohiyati. Mazkur rahbarning nom sharifi bo'lsa ideya yoki diniy aqidadan iborat bo'lib, bu nuqtadan inson mangu ideya va aqidaga asirdir. Ammo bir turkum kishilar bu xil vaziyatni ostin ustun qilmoqchi bo'lishdi va haqiqatan ezib ketdi. Ular aqida va ruhiyatni, maddiyat va iqtisodni asos qilgan bu hayotga ta'sir ko'rsatilmaydi, balki u ikkisi moddiy hayotning ta'siriga uchraydi deb qaradi. Bu xil marksizmcha qarash amaliyotda birinchi bo'lib insonni o'zining yuksak hurmat taxtidan tushirib, yanama orqaga chekindirgan holda hayvonlar bilan tang o'ringa qo'yishdan, kishilarni qalb va ruhiyatdan nisbasiz qoldirib, ularning tugal moddiy hayotini tanlashini qo'llab-quvvatlash hamda asrlar bo'yi shaxs va kollektivning ish faoliyatlarida amaliy tajribadan o'tib bo'lgan pokitliq haqiqatlarni astin ustun qilib ko'rsatishdan boshqa narsa emas edi. Bundaq bo'lish uchun ular eng oldi bilan o'z baxt saodatining mushu turdagi moddiy hayot orqali barliqqa keladiganligiga o'zlarini qoyil qilib beqish kerak. Demak, inson ana shundaq to'g'ri yoki xato bo'lishidan qat'iy nazar mangu e'tiqod orqali yetaklanadi. Navoda uni yetakligini to'g'ri e'tiqod bo'lsa, hamma ish sog'lom davomlashadi. Aksicha bo'lsa, hamma tang barbod bo'ladi. Shundaq inson sirtidan emas, ichidan yetaklanadi. İnsani haq-huquqlar hurmat qilinadigan, majburiyatlar mukammal ravishda o'rindaladigan fazilatlik shahar barpo qilish uchun kollektiv qonunlarning yoki hukmron kuchlarning bo'lishini kifoya qilmaydi. Chunki mas'uliyatini darridan yoki turmidan va yoki iqtisodiy jazodan qo'rqib ado qiladigan kishi javobgarlikdan qutulib ketishga ko'z yetib qolsa, uzun o'tmayla yana qonunni dafsanda qilishdan yanmaydi. Bizning ilm-fan va madaniyatni keng ko'lamlik umumlashtirishning o'zila tinchlik va asoyishlikni qo'lga keltirishning kafolati bo'lalaydi. Hamda bu dinni va axloqiy ta'lim-tarbiyaning o'rnini olalaydi degan qarorga kelishimizning o'zi eng chong xatolikdir. Chunki ilm-fan amaliyotda ikki bisliq quroldan iborat. U xuddi barpo qilish va gullantirishga yarg'anidek gumron qilish va vayron qilishga yaraydi. Shunga uni yomonlikqa va buzg'unchilikqa emas, insoniyatning foyda manfaati va zaminning taraqqiyoti uchun xizmat qildirishga yetaklaydigan axloqparvar, yaxshi bir rahbarning bo'lishi intayin zarur. Ana shu yaxshi rahbar dal aqida e'tiqoddan iborat. Demak, din shaxsning ko'ngil taskinligi, pakligi va saodat uchun zarur bo'lganidek, jamiyatning inoqligi, barqarorligi va taraqqiyoti uchun zarur. Shuningdek, din layoqatli bir inson bo'lish uchun qancha zarur bo'lsa, mukammal bir jamiyat qurib chiqish uchunmi shuncha zarur va ta'xirsizdir. Sajiya Islom tadqiqot markazi